Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohning hojilarimiz bilan dadamni oxirgi manzilimizga chiqib masjidga olib ketamiz. Bugun biz uchun va Xudoyberdi hoji otamizning oilasi uchun oxirgi kun. Umra jamiyatidan umra safariga kelgan ziyoratchimiz 4-oktyabr kuni Madina shahrida bomdod namozidan keyin o'z omonatlarini Allohga topshirdilar. Hayotining eng baxtli kunlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shahrida ibodat holatida jon taslim qilgan bu inson haqiqiy baxt sohibidir. Masjidda namoz o'qidingiz. Ha? Hop, undan keyin nima bo'ldi? Bu ordaga o'ttirdik, 2 rakat sunnatni o'qidim. Vaqt bo'ldi, farz o'qidik. Hop, farz o'qidingiz, bomdodda. To'rda hamma chiqdi, ketib o'tiramiz. Hop, Yo'lga. Bir suv ichaylik dedi. hop. O'tirib stakanni oldilar, Ha, ko'taraman deb orqaga ketdi. yiqildi. O'tirgan joyga. Suvni ichib yiqildi. Oli suvni ichgan ham yo'q. Ha, o'tirdi yiqildi. Ha. Suvni olib o'tirgan joyga. Tamam. Keyin o'sha olamdan o'tdi. Ha. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bu voqea bizga yana bir bor eslatadi. Hayot bu faqat lahza. Kimga qachon chaqiriq bo'lishini faqat Alloh biladi. Shuning uchun har kunimizga shukr aytaylik. Har nafasni qadrlaylik.